Otcha issiqlarda tilingiz jingalak bo'lib asfaltga chopishmaydi. Qo'ymay chaqirib olding, hangama bor dedi. Ey, zo'r hangama bor, otcha. Aya, Siz, ha? assalomu alaykum, xola. Men keldim. Ha, yaxshi. Nima deyapti bu? Voy, nima gapir tez. Ana bu. Siz sinfda o'qidingizmi? Sinfda o'qidingizmi? Ha, sinfda o'qiganman. Eslang, biz sinfda o'qiydigan, burni oqib yuradigan, kamol degan bola bor edi. Narida, anada ko'chada turardi. Eslang, ha? Ay, ko'ylakni qayerga qo'ydingiz? Ishtonimni tagiga qo'yganman-da. Bor qara shkafingni ye. Yesana, miyamda. Menga qara. Yeysan, tomoqni tashib, shunaqa qildi shu. Ha. Kalam charkashtiradi-da bu qiz bor. Yedi meni. Sevara sinfdoshingiz bordi-ku. Ha. Siz ichiga kirdingiz, opcha? O'yin ichiga kirdingiz. 43 ga kirdim-ku, garay. Ha, u ham 43 ga kirdimi unda? Ha, sinfdoshim bo'lganiga 43 ga kiradi-da. Ha, endi yerga tegyapti ekan. Sovchi ketdimi? Ey, o'yla. O'yla. Yosh kichkina bolaga yerga tegyapti ekan. Unga nima deysiz? Voy, o'yla. Yana bir kalam charkashgan joyini aytaymi? Opcha, u qaytib tug'adi, u 40 dan keyin tug'ish toza qiyin deydi-ku. Yani nima qilasiz? Ha? O'qitga soldingizmi? Tusi kamroq ekan. Voy. Qaytsam bo'ladi bu qizni yo. Toza meni yeb qo'ydi. Sen tarbiya berasanmi? Bolaning bola qilsanda, bunday bir dildan bir g'iybatlashishga qo'ymaydi-ya. Men soldim zahar qizim. Xola ayolning o'zi berdi shu deganingizni yerga, o'zi el top berdi. G'iybat qildi, o'zi top berdi-ku. Sen nima gaping? Men qaytib. Aya! Qarang, mana shuni qanday ishlatishni yozib qo'yibdim nerga, ko'ringlar. Mana bu-kimi? Ha. Qayerga qo'yding? Nima aya? Ana bu. Ha, aya. Aya. Bo'ringni kurasanmi? Ochib qo'yibmanmi? Nima kurasan? Achkimda ziyotma. Qidir, tobani ochkimda qo'ydim. Siz kallangizda turib uytasiz. Ha, o'la. O'z tomondagi qizlaring senlar bor-ku, meni yeb tugatdilaring o'z bor-ku. Evile o'zginangcha. Borani choyni qo'yib ber, peshanamda turma endi. Orzu! Ha, aya. Bu yoqqa qarab yer bolam. Hozir. Mana yerlarga mana suvdan bitib sepib ber. Sal bo'lsa ham yerdan salqin kelib turadi havo. Shunday kun yonib ketdi. Eshityapsanmi, Orzu? Hozir aya boraman dedim-ku. Sen hazring bitaman yo'qqa turaning mana. Mana da ichkarga tushmalikni sular sepkasidan qaytadi. Hozir deb o'tiraverasan. Yuzingga boqirmasa qilmaysan sen, boqi. Aya shuni o'zing aytsangiz qilib farqi bir boshidan aya. 2 soat bo'ldi senga ish aytganimga, boqi. O'tiribsan anetda hozir deb. Ishdan qochib tualetda 2 soat o'tirasan. Lekin bitta duganan kelib Orzu desa, oyog'ingni qo'lingga olib chiqib ketasan zippilda. Aya bering o'zim qilaman. Bo'ldi endi o'zim qilib o'yib qolganim yo'q shu paytgacha tirliq tiqilib. Undan ko'ra, aya o'zingiz qilavering desangiz nima qilaveraman men? Bering menga. Qachon aytdim o'zim qilaman endi. Toza yoq tushdimi, ha? Ishlaman edi. Voy hamma joyga suvlarni sepdi keyin ovqat yem solib qo'y. Hazırlaysan, sıpıldan tez. Multuğun o'qiday bo'lib çok qilsang bo'ladi-ku. dilame dilamadan gulame Aya. Ha. Ayollar birab boshqa ketyapsan. Ani momamning qizi bor-ku, to'y-ku, shunga bitta ko'ylak tiktirsamchi. Shkafni to'la ko'ylak-ku. Aya, albi bera. Shuning bittasini kiyib ket. Aya kichkina bo'lib qolgan, hamma to'yga bitta ko'ylak toraytirib kiyib boravermayman. Bizning davrimizda bitta ishdan ko'ylakda ketaverganmiz. Hech kim hech bala deb gapirmagan ekan-a. Aya, siz dinozavr davrida tug'ilgansiz, 21-asr-ku. Zamoninggacha sen hozir bor-ku, ona zavr davrida yashaysan. Sen mening davrda yashaysan. Men nima desam shu bo'ladi, tushundingmi? Men boshimda og'ritma. Meni o'ldir, qutulasan. Aya, sizga o'ling. Meni sotmay, qaytasan. Uying manaqda, miyaqda. Kallang aylanmay. Tavba qilsan. Buni da olasanmi, buni da olasanmi? Ay, bunisining o'lik toshi bor ekanda. Ha, bunisi-chi, gullichaligi ham yaxshi ekan. Qara, gullichaligining bunaqa rangi ham bor ekan. Bularning eng qizig'ini aytaymi senga? Yo'q. 150 mingdan qancha dedi?
230, ha, iyi. 150 mingdan 230 mingga ekan. İçinden tanlab olaversin. Voy, o'lay, mana uni qara yo'q. Voy, ana. Mana uni qara, o'ralgani bor ekan. Tagini qara. Endi uni tagini toshini kim ko'radi? Baribir bitib bosib yurasan-ku. Dushmaningiz oyog'ingizga qaraydi-ku, bilasizmi? Hiya yo'q, lekin shu dushmanlarim uchun ham shu oqni kiysam bo'lardi. Yurganingizda oyog'ingizni tag ko'rinadi. Aytma, yo'q, dushmanlarim kuyib o'lsin ana shu jaltiroqlarimni ko'rib. Ana nodon ham chiqaradi, dahshat ekan. Mana shuni qarang, uchlarini. Yo'q, eng qizig'i Orzu, sen 45 kelsa senga bo'ladigan bormi yo'q? 45 ham bormi? Ha, qo'y, senga bo'ladigan yo'q ekan. Mah, joyiga bor, olib qo'y. Olib qo'y aynalayın. Bo'lmas ekan senga. Xullas qalam oyoq kichkinalar 37, 38 kiyadiganlari bo'lsa, amangda, xolangda, ana qizlarga aytsak bo'lar ekan, kiysa bo'lar ekan. Sizlar ham kelinglar, mana hammasi shu 150 mingdan qancha dedi? 350 minggacha ekan. Kutib qolamiz sizlarni.